Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kadirlik fidayla ikranınınki suyumlu kürmeleri. Bugün biz her haftanınki Düşenbe günü İstanbul'da 9:20'da başlayan Kur'an'da Nezer programınınki 18. kısmı olan sizler bilen yüz görüşüp duruptumuz. Ustaz Ustaz Abdülkerim ustazımız London'dan katlaşıyordu ve İstanbul'da. Kadirlik ustaz kadı avaları yaxşı mı abda tutulu mu? Aleykümselam ve rahmetullah. Yaxşı Allah'a şükür. Özürüm diçman turpla. Yaxşı. Şu bir hafta vaqt buna aytıcı tepkişledik biz takaza bulatkan kerendaşlarımızın da programımızda biz şu bugün özlerden şu Kur'an-ı Kerim'ni düşünüş metodu doğruluk bir ders hazırlap kildiğim bolğanda biz şunu tinşimakçıdık. Hem de kanalımızın manda bir sual var. Bu köpünçe kerendaşlarımız Kur'an'ı düşüngül olmaydı o diyen taraflarda. Yani hadis olması düşünüş mümkün emez diyen taraflarda mesela. Hem de biz Allah Kur'an-ı Kerim'de biz düşünüş için nazil kılan o düşünüştüğün bir nemisi var, imkanı var. Onun özü aldıqçılık metodu var dep oylaymiz. Özleri bizge bunun metodu toğruluq qanda bir durdanilere, hikmetlerini hep geldiler. Assalamu alaikum. Dünyada qarşı yerlerdeki hürmetli qarindaşlar, hammalarınız şu vaqt xeyirli olsun. Elbette. Hem de biz bu Kur'an'ı düşünüş için biz oqa vaqtida məxsus Kur'an'ı düşündürdiğin kitap dep usul tefsir deydi onu. Yani Kur'an'ı düşündürüş metodu degan gap. Şundaq bir kitapni o'qiydik. Bu kitap hazır menada bor. Şu iki baş kitap bu kitapniki içindeki xatni hesap qilgan vaqtida bu xatda gezni o'xshash ushshaq yozilgan. O'zining hajmi Qur'ondan sal cho'ngroq. Xatni hesap qilgan vaqtida har birisi Qur'onchilik 4 chiqib desak bo'ldi endi. İki kitapning o'zi Qur'ondagi 8 baş chiqdi endi. Hem bir Kur'an'ı düşünüş için Kur'an'da 8 parça kitabını okup onundakin fakat düşünemaydigan bir halet kelgan vaqtida andaki hem de sen Kur'an'ı düşersen bunu dep taşlap koyduğun bir kitap hem de. Bunu da hiçbir zaman bir insan bir Kur'an'ı düşünüp bu başka açık kılıp olduğun bir nesne öğretmeydi o kitap. Hem de bu kitabını okuduk, bu hadisini okuduk, fıkhını okuduk, misalda akide ahkam hammasini okuduk. Ahirida o dinni şundaq bir naat düşünüş qiyilishib ketdi hamda bir epizod var. Acab qiyilishib ketdi bu dilo degandekchi. Endi qiyilishib ketdi o. Onundaki bu Kur'an qaytdik. Kur'an qaytgandan keyin Qur'oni Karimda Alloh taolo nurg'un yalidi. Men bir tal oyatni keltirib qo'ydim. Ama Sure En'am'daki 126. ayetini Estağfirullah. Bahaza sıratu rabbike mustaqimen kad fesselnel ayati liqavmi yezekkerun degan muş ayetning o'zida. Qur'oni Karimda ishorat qilib Alloh taolo mushu Qur'oni Karim mustaqimning Parvardigoringniki mustaqim bir yo'li, to'g'ri bir yo'li, ya'ni insonlarga yo'l ko'rsatadigan bir o'zi kitap. Bu kitap ko'rsatgan yani mustaqim bir yo'l, to'g'ri yo'l mush Qur'oni Karimda bor deylik. Bunun ahirida qad fassalnal ayati liqavmi yezekkerun. Aşı yolun özüne esip çın tutma deydigan adamlar olsa biz bu Qur'oni Karimdagi oyatlarning o'zini tafsili bayon qildik deydi Alloh taolo. Tafsil bayon qildik deganning o'zi inson tushunolmagan hech qanday narsani qo'ymadik degan gap. Bunu bu sahadagi oyatlar yomon jiqgan men faqat bu shu bir talda keltirdim yetarli bo'ladi deb. Qur'onda buna o'xshash oyatlar jiqamdi misol. Qur'on shu tushuntirish usulining o'zini ikki xil bayon qiladi.
Birisi tefsil bayan qilish degani oldida bir icmali holatda nima anlatıdı. Yani abstrakt kitabdık. Onundaki ahirisi onun özüne tefsili bayan kıldı. Kur'an'daki metodu bu. İkincisi bir ayetni bir yerde bayan kılan bolsa, o yerde biz sert düşünmegen bolsak, onu başka yerde başka bir ayet bilen onun özüne bayan kılır. Kur'an'daki usulmuş iki xil usul bilen bizge düşendirdi. Yıllık muteşabih degan şu mu? Ya muteşabih ahkam sahasida bayan kılındı. Onu ahkamı çıkan çağda deyimiz. Tamam. Bunda kılışın sebebini Allah Teala bayan kıldı endi. Bu ne? İnsanlarga, alimlarga misalda alimlardan burun peygamberler mesela peygamberler Resul peygamberinin öz zamanında özü oңçuvaşqı şunun özüne düşendigen mi agar düşendigen bolsa o qanday bolatdy? Hazır alimlarmı o Kur'an-ı Kerimni özündeki kallısı kelgen boyunca yoki özü okugan düşendiriş metodu asasen düşendirisi bolamdı degendek mundaq bir narsa aslında insanın kallısı keldi. Moşundaq näsinin hemmisi Allah Taala cevap berip, bu Sure Hud'niki birinci, ikinci ayetinin özde Elif Lam Ra kitabun uhkimet ayatuhu sümme fussilet min ledun hakimin habir deydi. Yani bu ayetteki bu Kur'an'dan ibaret bu kitaptaki ayetleri hemmini bilgüçi, hikmet ve işgüçi zat tarafından tefsil bayan kılıngan. Yani tefsil bayan kılış yani bir ayet olgan bolsa bu degen manda dep onun özünü biz özümüzni beşik kelgen şekilde bayan kılış bizniki hukukumuz emas degen gap. Allah Taala bunu bizge kaldırgan emas. Peygambergin bermegen bunu özüne. Bunda kılışın sebebi neme emdi? Allah Taala bu Kur'an-ı Kerimde hemme narsani öz tefsili bayan kılıştı ki maksat neme degen wagtda Allah ta'budu illallah. Allah'ın başkasına itaat kılıp kalmaslığı için. Yani insanlar adette mesela ben bir ayetinin özünü özlemdeki kayaş boyunca bir düşendigen bolsam meniki şu düşendirişimni başkalar anlığa vaqtida qanday qildi degan vaqtida agar men kallamı kelgan boyunca düşendigen vaqtida u nas Qur'oni Kerimga to'g'ri kelmaydi akab qo'ygan bo'lsam uni amal qilib qolgan insonlar Allah'ın g'ayriga u kim o? Men. Yani bana itaat kılgan boldu ki Allah'a itaat kılgan bolmaydı o. Bunun için Allah Teala bu yer nima deydi dese, fakat bana itaat kılsın için men onu özem tefsili bayan kıldım. Onun hiç qanday bir adam o öz oңçuvaşqa düşendirişki bolmaydı o. Düşendiriş hata degenge. Yani bunun hatta Kur'an-ı Kerim'in içige peygamberlerinin sözüne Allah Teala koşulup karıştırıp saklaganda peygamberlerimi öz oңçuvaşqa Kur'an-ı Kerim'de düşendiriş hakkı, hukuku bulmagan. Fakat Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de düşendigen nesinin özüne fakat insanlara toğra yetküzüş vaziflendirilgen. Şunun için Allah Teala nima deydi bu yerda ahirisi dese inneni lekum minhu nazirun ve beşir. Peygamber Aleyhisselam Allah Teala deyapti ki sen ularga fakat sizlarga yaxshi odamlarga akıbeti yaxshi bo'ladi deb bisharat berdigan ve yaman ishqa odamlarniki ishiniki akıbetniki yaman bo'lishi bilan yani yaman akıbet qoldiganligi bilan men ogohlantiradigan bir vazifam bor deb mushundaq deb Peygamber Aleyhisselam bundaq o'zi meniki bundan nima chiqib desa mening uni shariylash haqqim yo'q degan gap endi. Men faqat Alloh taolo shariy degan narsani men sizlarga yetkazman degan bundaq o'zi Moşunun özünü bayan kılıverdi. İkinci ma Sure En'am'daki 126. ayetinin özüdü mu? Ve haza siratu rabbike mustaqime kad fesselnel ayati li kavmi yezzekkerun degen muş ayetinin özüdü mu? Bu yani Kur'an-ı Kerim sizin perverdigarınıki top-toğru yoludur. Yani top-toğru yolu degende bütün insanlar memeşlikdeki yol şu Kur'an-ı Kerim'de yazılgan degen gepte endi. İnsan aşınık geçse top-toğru yoldu mağalaylı degen gep. Kad fesselnel ayati li kavmi yezzekkerun. Onu isimde tutayamdı. Allah Teala kösetken şu yolun özüne
şu prinsiplarni esimde tutay, saqlay, men shu bo'yicha yo'l mangay degan insonlar uchun, shu qavmlar uchun biz oyatlarimizning o'zini tafsil bayon qildik. Bu insonlar agar shuni tarjimani to'g'ri qilishni bilsa, uning ichida Alloh taolo qanday yo'l ko'rsatganligini, qanday yo'lda mangsa to'g'ri yo'lda manganlik bo'lganligini o'zi qaror bera oladi degan gap. Demak, bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Qur'oni Karimni tushunish uchun Qur'onning sirtidan bir rivoyat hadislarga yoki bo'lmaydi fiqhga yoki bo'lmaydi mazhablarga yoki bo'lmaydi bir olimlarning tavillariga hech qanday narsaga ehtiyoj yo'q degan gap. Bir odam arab tilini yaxshi bilsa, grammatikasini yaxshi bilsa, bu vaqtda Qur'oni Karimning o'zi o'ngchivoshqa tarjim qilib tushuna oladi degan gap. Yoki bo'lmaydi uni yaxshi bildigan odamni, shuni Qur'onni to'g'ri tarjim qilgan vaqtda uni o'qigan odam uni tushunib, "Mana bunday qilsak bo'ldi-ki. Alloh taolo bu Qur'onni bunday debdi, mana bunday qilsak bo'lmaydi-ki" deganni Qur'onni o'qib lekin tarjimasini o'qitma, to'g'ri tarjim qilingan tarjim bo'lsa, shuning o'zini bila oladi degan gap. Endi bu Qur'oni Karimni tushuntirishni metodini Alloh taolo ikki xil usulda bayon qilgan. Birinchi bir narsani ijmoliy holatda anlatib, oqibatdan uning o'zini tafsili bayon qilish, buning o'zini shu qad fassalnal ayatil qavmi yazakkarun degan oyatniki mazmuniga asosan. Ikkinchisi esa bayon. Bayon nima degan vaqtda bunu tushundirish, lekin o bir yerda bir oyat var, misal o oyat sel biz tushunamay qolgandek bo'lsak, aş oyatga munosabatli boshqa yerda bir oyatlar bor. Aş oyatni akilib turib, uni tushunish, misal. Bunda ikki xil usulning o'zini Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilgan. Ama birinchisiga asosan, onunla bir qancha oyatning o'zini bir tarjim qilib ko'raylik qani. Misal Sura Fatiha. Sura Fatiha'niki Estağfirullah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdines sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Hazırki tercümanlık köpünçülerde bununki tafsilatı qatarda tushuntirilgan bir narsa yo'q bo'lgan. Misal elhamdülillah deganning o'zi barliq hamd sanolar Alloh xosdir degan bir ma'no chiqadi. Bu yerda bir o'zi ijmoliy bir nima xabar. Ham buni Alloh taolo tafsillashtirib, ya'ni buningda insonlar ibodat qilayotgan, cho'qinayotgan yoki uningga itoat qilayotgan ma'budlar dunyoda ko'p bo'lganligi uchun ba'zilar butqa cho'qindi, ba'zilar kalaga cho'qindi, ba'zilar osmon jismlariga cho'qindi, ba'zilar bilib bilmay odamga cho'qindi. Mana bu shunday ishlar bo'lganligi uchun Alloh taolo bu yerda nima deydi desa, Rabbil alamin. Ya'ni Alloh barliq hamd sanolar Alloh xosdir. Ya'ni qanday Alloh u degan vaqtda bütün kainatning o'zini tadrijiy barliq keltirgan Alloh xosdir. Shuni tugudimi degan vaqt tugumadi. Er-Rahman, Er-Rahim. Bu kainatdagi maxluqlarga mehribon va shafqatli holatda muomala qilgan. Ya'ni bütün kainatlar zaten inson o'zimiz misol olsak, dunyoga kelgandan keyin biz kichkina harakat qilsak, Alloh taolo bütün narsalarni bizga yaratib bergan. Shu narsalarni tep bu dunyoda o'zi yashab, xotirjam o'zi turmushimizni qamdab ketavergan. Kichkina aqlimizni ishlatsak-la, shunday ne'matlarning o'zini, har xil yo'llarning o'zini tafakkur qilsak, nurg'un narsalarning o'zini o'zimizga xizmat qildira oladigan shunday bir sharoitlarning o'zini Alloh taolo bizga yaratib bergan. Buning asosan Alloh taolo bizga nima deydi? Er-Rahman, Er-Rahim deb bu o'zi bilan bizga buni bayon qiladi. Hamda shu narsalarni Alloh taolo yaratish bilan birga faqat yaratib berdi. Ham uni hech qanday hisob kitobi yo'qmi degan vaqtda bu hech qanday narsa bekor yaratilgan emas. Bekardan bekar yaratilgan hech qanday narsa yo'q. Uning uchun Malik yevmiddin. İnsanlar qiyomat kuni shu erishgan narsalar haqida Alloh taologa ma'lumot beradigan gap, hisob beradigan gap. Misol.
Bir adam pul tapkan bo'lsa, pulni to'g'ri yerga ishlatdimi, yo'q? O'qigan bo'lsa, o'qigan bilimni to'g'ri yerga ishlatdimi, yo'q? O adam normal aqlli bir inson bo'lsa, o aqlini joyiga ishlatdimi, yo'q? İş qilib, Alloh taoloning Qur'oni Karimda ko'rsatmasi bo'yicha erishgan ne'matlarning hammasida ya o'zi uni to'g'ri ishlatdimi yoki xato ishlatdimi? Mush haqda Alloh taolo qiyomat kunsi hisob beradigan, ya'ni Alloh taolo o insonlarni hisob oladigan mushundaq o'zi bir zot uchun barliq hamd sanolar, ya'ni barliq hamd sanolar ashundaq zotga xosdir deydi Alloh taolo. Bunun nima bo'ldi desa, bu sifatlar oxirisi Rabbil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik yevmiddin sifat. Başqa, yani insanlar ma'bud deb o'ziga iloh tutib olgan narsalardan Alloh taoloni araydigan bundaq bir sifat. Mantiq qoidasi bo'yicha aytgan vaqtida man kana sha'nuhu kazalik falahul hamd degan ma'no chiqadi. Ya'ni qandaq bir narsaki, u narsa Rabbil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik yevmiddin degan sifat shu narsa tepilsa, u narsaga hamd sanolar xos bo'lsa, hamd sanolarning shunga esi bo'ladi degan ma'no chiqadi. Şu vaqtda undaq narsa bormi degan vaqtda, undaq narsa dunyoda yo'q. Faqat Alloh bor. Undaq bo'lgandan keyin barliq hamd sanolar Alloh xos degan ma'no bu yerdan chiqadi degan gap. Ham bu Alloh taoloniki boshqa bir ma'budni botil ma'budlardan ayirib turadigan qarta Alloh taolo buning o'zini bizga bundaq bayon qiladi. Ham oxirsida İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Bu bir e'tirof. İnsanlarınki e'tirof qilish yani bu. Bütün kainatning o'zini tadrici aşındaq o'zi barliq keltirgan, mehribon, shafqatli, qiyomat kuni uning hisobini oladigan aşındaq Alloh uchun barliq hamd sanolar bo'ldiki, unda qo'ygandan biz aş Allohga o'zi aş Allohdan nima qilamiz? Yardım so'rashimiz bizga to'g'ri keldi degan gap bo'ldi. Bu yardım qiladigan vaqtda siratal ladina an'amta alayhim. Nima? Siratal ladina an'amta alayhim. Bu yerdagi ihtinas siratal mustaqim, as-siratal mustaqimning o'zi, ya'ni boy degandek ijmoliy holatda bayon qilingan bir o'zi bayon. Nurgun o'zi tarjim Qur'onning o'zi nima deydi desa, mush oxirgi ilmining o'zini, oyatning o'zini bir avazlı bir gapti o. Vallahi. Yani sıratel ledine en'amte aleyhim degenin özü bu nima degan vaqtida bizni sen mustaqim yani top-to'g'ri bir yo'l hidoyat qilgin. İnsonga qilinadigan yordamning eng cho'ngi nima degan vaqtida uni to'g'ri yo'l ko'rsatib qo'yish. To'g'ri yo'l topgandan keyin o adam o'zi dunyoda pulni topa oladi, yuzini topa oladi, hamma narsa topa oladi, ilmni topa oladi degan gap hamda. Siratal ladina an'amta alayhim deganning o'zi, ya'ni u yo'lda mangan odam sening ne'matingga erishadigan. Ya'ni buni o'zi nima degan bo'ldi desa, shu siratal mustaqim ya'ni Alloh taolo insonlarga ko'rsatgan yo'lda mansa, insonlar nimaga erishadi? Allah Teala'nınki in'amıga erişdi degan gap bo'ldi. Sen onun qiyomat kunsi in'am qilsa shu vaqtida o yo'lda mangan insonlar, ya'ni Alloh Teala'nın in'amıga erişdi. Gayril mag'dubi g'azab uchirmaydi odamlar. Valad dolim va azmaydi deydi. Bu yerda azg'anlarning g'azab uchirganlarning va azg'anlarning yo'liga solmasa deb yo'liga boshlamasa deb mundaq tarjim qilgan ishlar nihoyat ko'p. Alloh Teala insonlarni azg'anlarniki g'azab uchirganlarning yo'liga soladigan bir qoidasi bormi? Yani biz şu ajnada tushunib kelganda, bundaq bir usul Alloh taologa yot. Alloh taolo hech bir zaman insonlarni g'azab uchiradigan, ozadigan bir yo'lga solmaydi, sog'an emas. Alloh taolo ko'rsatgan yo'l sirat mustaqim. Alloh taoloning zoti o'zi nimani bayon qilgan vaqtida nima deydi desa, Alloh taolo koinotda nima qilib Allohu nuru semavati vel arz masalu nurihi degan bir oyat bor. Ana o'zida
Allah kainatniki nuri deydi. Bu nuri deganning o'zi nima desa, insonlarga to'g'rini ko'ra oladigan, hamma narsani ochiq bayon qilib o'zi ko'rsatib beradigan bir yo'riqlik degan ma'noni bildirdi. Yani Allah Taala nur deganlik emas, butun narsalarga ochiq bayon qilib bergan zot degan ma'nodagi oyat ashuna o'zi. Suretun Nur. Yani bir o'zi oyatning o'zidami Allah insonlarni, yani mu'minlarning o'zini qorong'ulikdan yo'riqlik chiqardi ve tağutlar yani azgullar o insanlarni yo'riqlikdan nima qorong'ulikqa chiqardi degan oyat var Sura Baqarada, shundaqmi ya? Demek bu oyat nima desa, Alloh taolo insonni faqat o'z to'g'ri yo'lga yetaklaydi, hech bir zaman g'azab uchraydigan ve ozadigan yo'lga yetaklamaydi. Yani bu yerdeki bu oyatni tushungan vaqtida qanday tushunish kerak degan vaqtda u yo'lda mangan insonlar g'azab uchirmaydi. Bu nima sarfning o'zidami mag'zubi deganning o'zi bu yerda ism maf'ul deganning o'zi fil muzari majhuldan ilindi. Mag'zubi degani g'ayril mag'zubi degani la yughdabu degan ma'no keladi degan gap. Mayadiki vala zolimdiki la'ning o'zi g'ayrniki asl la ma'nosi ekanligini ifodalaydigan oyat nima kelima. Qolgan ekan Allohning yo'lida mangan odamlar, yani sırat-ı müstakimde mangan adam qanday oldu degan vaqtida, yani buniki ma'nosiga, lafzga emas, ma'nosiga qargan vaqtida g'azab uchirmaydi. Nima uchun g'azab uchirmaydi degan vaqtida? Chunki ozmaydi o odamlar. Allohning yo'lida mangan odamlar ozmaydi, ozmagan ekan u nima qiladi? G'azab uchirmaydi, shundaymi ya? G'azab uchirmagan insonlar nima bo'ladi shu vaqtida? Allah'ın inamına erişidi. Ndaqmi? Allah'ın inamına erişdigan inson qanday oldu desa, Rabbil alamin, Er-Rahman, Er-Rahim, Malik yevmiddin bo'lgan Allohga hamd etgan insonlar bo'ldi degan gap bo'ldi. Bu gapniki yig'indisi elhamdülillah verib nima qiladi degan gap. Xulosa degan gap. Elhamdülillah bir xulosa bir so'z hamdi. Şunun için bu yerde Allah Teala şu kelimenin özünde, şu ayetin özünde elhamdülillah degenin özüne bir icmali halette bayan qilgan bo'lsa, oxirisi Rabbil alamin, Er-Rahman, Er-Rahim, Malik yevmiddin deganni elhamdülillah'niki tafsilati hisoblanadi. Bu oxirisi ma'u ihtina sıratel mustaqimdiki, es-sıratel mustaqimdiki tafsilati sıratel lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin degan oyat oldu. Yani sırat-ı müstakimga bizni yetaklagan, yani o sırat-ı müstakimdan, yani Allah Teala'nın şu sırat-ı müstakimdan mangan insonlar nima bo'ldi desa, sening in'omiga erishadigan mundaq bir yo'l. Aş yo'lga bizni yetaklagan degan bo'ldi-da o vaqtda. U yo'lda mangan odam nima bo'ldi desa, ozmaydi, nima g'azab uchirmaydi ve azmaydi. Ya ko'maydi, g'azab uchirmaydi, chunki azmaydi o insonlar. Bu yerda. Allah'ın yo'lida mangan insonlar azmaydi, azmaganiga g'azab uchirmaydi, g'azab uchirmagan insonlar Allah'ın ne'matiga erishidi, mukofotiga erishidi degan bundaq o'zi ma'no chiqadi degan gap. Shuning uchun bu oyatlikki lafzni tarjima qilgan vaqtidami bu Qur'oni Karimdagi umum mazmuniga to'g'ri keladigan holatda tarjima qilgan vaqtida insonlar undan keyin uning o'zini tushuna oladigan gap. Bo'lmasa g'azab uchirmaydigan, ozmaydigan larniki yo'lga solgan desa, Alloh taolo ba'zida ozadigan, g'azab uchiradigan insonlarning yo'lga solib qo'yadigan ish bormi? Bu mumkin emas. Bu vaqtda Alloh taoloniki bu oyatiga to'g'ri hukm bermagan, uni to'g'ri tushuna olmagan bo'ldi degan gap. İkinci Sura Baqara'niki 1-oyatidan 5-oyatigacha misol Elif Lam Mim Zalikel kitabu la raybe fihi hudel lil muttaqin ellezine yu'minuna bil gayb ve yuqimuna salate ve mimma razaqnahum yunfikun vellezine yu'minuna bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik ve bil ahireti hum yuqinun ulaike ala huden min rabbihim ve ulaikumul muflihun. Bu ayetin özümü Elif Lam Mim Zalikel kitabı, yani bu kitap. Zalike degenin özünü Allah Teala bizge devatıdı.
Aşık sizning qo'lingizda kitob deyapti. Biz buni tarjima qilgan vaqtda qo'limizda kitobga tarjima qilib qanday tarjima qilamiz? Bu kitob deymiz uni. Va u inglizchada what is that deydi. A u nima desa, men qo'limdagi narsani ko'rsatgan bo'lsa, nima deymiz shu vaqtda? Bu kitob deymiz-da ya. A u nima desa, savol qo'ysa, The book in your hand. Qo'limdagi kitobni ko'rsatib, a u nima desa, men buning o'zini bu kitob deb tarjima qilaman. Uning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz bu tarjimadami qo'limizda bor narsa bilan jiroqlik narsani farqlantirib qilishimiz kerak. Shuning uchun deyapman. Bu kitob hech qanday la rayba fihi hudan lil muttaqin. Xatolikdan saqlanuvchilar uchun, ya'ni muttaqilik ta'ning o'zi mutavat uchun bu alfiyada bir she'r va kasartu pan kasarat degan bir kelima bor shada. Ta nundan iborat bundaq zoida ziyoda kelimalarning o'ziga ziyoda harflar mutavat uchun ishlatildi. Qabul qilish ma'nosida. Kasartu pan kasarat degan kelimaning o'zimi uni sundirgandim, u menga sunib ber degan sunishni qabul qildi degan ma'no chiqirdi. Shu alfiniki shu nimasida. Bu yerdagi ta'ning o'zi nima degan vaqtda xatolikdan saqlanishni o'ziga qabul qilgan insonlar degan bo'ldi. Ya'ni men xatolikdan saqlanishim kerak degan insonlar uchun bu Qur'oni Karim nima desa, yetakchi bo'lishida hech qanday shak yo'q degan bo'ldi. Ya'ni to'g'ri yo'l olmasam bo'ldi, xato ish qilmasam bo'ldi degan odam Qur'oni Karim ko'rsatgan yo'l bo'yicha borsa, bu odam nima bo'ladi? Xatolikdan saqlanib to'g'ri yo'lda borgan bo'ldi, shunaqmi yoki? To'g'ri. Hamda bu yerda muttaqining o'zini bu yerda nima qilib, bu tarjimaning o'zida allazina yu'minuna bil g'ayb va yuqimuna as-salata degan mush oyatning o'ziga g'ayb ishindigan, namoz o'qiydigan, biz bergan rizqlarning o'zini naf qildigan, Alloh yo'lida xashlaydigan, biz sana va sendan ilgarikilarga tushgan kitoblarga ishindigan va oxiratga ishindigan odamlar Ulayka ala hudan Rabbim. Men mush odamlarning to'g'ri yo'lda borgan bo'ldi, u odam najot topgan bo'ldi deb tarjima qilib Qur'onning tarjimaning o'zicha. Bu bundaq emas aslida. Bu ma'vu lil muttaqin, ya'ni hudan lil muttaqin degan bu kelimaning o'zi bir icmali holatda Alloh taolaning bayon qilinishi bo'lib, xabar qilishi bo'lib, allazina yu'minuna bil g'ayb deganing o'zi, ya'ni namoz nima g'ayb ishindigan, namoz o'qiydigan, biz bergan rizqning o'zini Alloh ko'rsatgan yo'lda xashlaydigan, sana va sendan ilgari payg'ambarlar tushirilgan kitoblarga ishindigan, oxirat ishindigan va ishonchisiga jazm qiladigan bu insonlar uchun Qur'oni Karimniki xatolikdan nima Qur'oni Karim u shu insonlarniki xatolikdan saqlanish uchun nima? Yetakchi bo'lishida shak yo'q degan gap. Ya'ni bir odam, buni biz shuni bilib olamizki, g'aybga ishonma degan odam bo'lsa, Qur'oni Karimga qarab, Qur'oni Karimda g'aybga ishonish sohasida qanday o'zi bizga bayonlar bor. Shuni qarab o'zi ishonsa, xatolashmaydi. Namoz o'qigan vaqtda u odam Qur'on qarab namoz o'qisa, Qur'onda namoz qancha rakat degan misoli, qancha vaqt degan Qur'on qarab o'qigan vaqtda u odamning xatolashmaydi. Hozir bizniki insonlarimizning ichida Qur'on qarab turib, Qur'onda namoz qancha rakatga deb namoz o'qiyotgan inson bormi? Men o'ylaymanki, %99% yo'q. Ve imma rezaknahum yunfiqun. Ve biz bergen o'zi rizqlardan Allah yolda xashlaydigan odamlarniki xatolikdan saqlanish uchun Qur'oni Karim nima? Yo'lboshchi. Hidoyat, yetakchi, shunaqmi? Yetakchi. U vaqtda qanday qilamiz degan vaqtda Alloh bergan rizqini, pul, mol, har xil rizq hamda rizq degan jihn asa bilimdan tortib Muşnunuz Allah ko'rsatgan yo'l bo'yicha ishiltma desa, qanday qil degan vaqt masalan pul molning o'zini Alloh taolo qanday yo'l ko'rsatgan edi? Isrof qilmaslik, pul molni qashdigan vaqtda shunaqmi yoki? Isrof qilmaslik. Isrof qilmaslik to'g'ri nima bayon qildi.
infak Artık kılış. bergen vakti kandak urullarga beriş hakkında bizge bayan kıldı. Şundaq ya? Aha. He. Andaki bir narsani yegan vaqtida qandaq narsani yeyish, qandaq narsani yemaslik bundaq bayanlar var mesela Qur'oni Karimda. Qur'oni Karimda shu narsa qarab ish qilsa, u odamning o'zicha xatolikdan saqlanalaydi degan gap bo'ldi. Shu xatolikdan saqlanaman desa, u odamlar shu xatolikdan saqlanishni o'ziga vazifa qilgan odam qanday qilish kerak desa, Qur'oni Karimda o'ziga yetakchi qilsa, xatolikdan saqlanalaydi deydi. Ve bil ahire. Bu yer ahirenin özü kıyamet digerlik emas. Kıga işiniki ahirisi. Kıgan işiniki ahirisiga işenç kıldıgan. Yani bir adam bir işini kılmakçı olsa hesap kılıp mesela ben mandak kılsam bu mandak netinçeki eriştik emme dep hesaplaymiz adette. Muşundak kıldıgan adamlar mı özü? Yani Kur'an-ı Kerim'de özü yetek çıkan vaxtıda bu hatalıktan saqlanalaydı deydi de. Bu hatalıktan saqlanğan adam ne boludu? Ulaike ala huden min rabbihim. Rabbi tarafından evatilgen hidayetin üstüde bolgan boldu. Doğru yolun üstüde bolgan boldu. Hatalıktan saqlanğan ekin näde bolmaz? Doğru yolumuzda. Doğru yolun üstüde bolmaz. Allah Teala bunu da var. Yani gapning beşi bilen ahirisi birisi bilen maslaşış gerek. Yani Allah Teala'nın kitabını özümüz yetek çıkıp manga vakti her işimizde bunun maksat hem de her kanat işimizde biz Allah'ın kitabını özümüz yetek çıkan vakti hatalıktan saklandıkemiz, hatalıktan saklanğan adamlar Rabbi kösetken doğru yolun üstüde bolgan boldu ki. Kur'an-ı Kerim bunu devat eder. Doğru yolun üstüde bolgan adamlar doğru yolun üstüde bolganlığını qanday bilimiz hem onu ki. Misali bir adam doğru yolun üstüde bolganlığını qanday bilimizge vaqtida ve ulaikumul muflihun. Ve o adamlar nicat tapqıçıdır deydi. Bir adamlar nicat tepiştiğinden özü galba qilish misalda. Bir ishni qilgan vaqtida o ishning g'albaga erishishi o odamniki manga yo'lining to'g'ri ekanligini ifodalaydigan narsa degan gap. Agar sen o ishning o'zida g'albaga erishmay mag'lub bo'lgan bo'lsang, bu ishchi tutgan yo'l nima degan vaqtida tutgan yo'ling xato degan gap endi. Yoki xatolik bor, bir qism xatoliklar bor degan gap. Shuning uchun Alloh taolo bu yerda deyaptiki, bir adam özümün işi to'g'ri desa, özümün tutgan yo'l to'g'ri desa, ishining oxirisi qarash kerak. Nurg'un bundaq oyatning o'zi. Bu odamni ziyon tortadi, bu odamni o'zi naati endi azob uchraydi degandek ashunday nurg'unlagan oyatlar bor-ku. Bu oyatning hammasi nimani bildiradi desa, ziyon tortadi degan o'zi u dunyoga berib tijorat qilib ziyon tortadi degan gap emas. Bu dunyoda qilgan ishi o odamni ziyonga apiradi. Ya'ni bir odam bir tijoratni qilib, o tijoratni ziyon tortgan bo'lsa, o odam yo'lni to'g'ri menib ziyon tortganlik emas, ash qilgan tijoratniki jarayonlarda bir xatolik o'tkazgan. Yo'lni ya to'g'ri mengan yoki bir kamchilik o'tkazgan u yerda, ya xatolik ya bir kamchiliklar bor. Shu sababli bu odamlar o'zi ziyon tortdi degan gap. Shuning uchun Alloh taolo deyaptiki, bir odam o'ziniki bu qilgan ishniki to'g'ri ekanligini isbotlamoqchi bo'lsa, qilgan ishning oxirgi netinchilik bo'lganmi yoki mag'lubiyatdan oxirlashganmi, ashuni qarab isbotlasa bo'ldi degan gap. Shu Qur'oni Karimda taqvo kalimasi nihoyat jiqyada zikr qilindi. Hatto urushdan tortib, namoz, zakat, kiyim-kechak kiyish misol, hamma sohada Alloh taolo bir ibodat sohalarida hammasida nima qildi? Taqvolikning o'zini biz tavsiya qildi. Bu nima degan bo'ldi desa, har ishimizda xatolikdan saqlanish. Har ishning o'zida xatolikdan biz saqlangan vaqtda u ishni to'g'ri qilamiz degan gap bo'ldi. Yani bu yerde nima deyapti desa, Dalikel kitabu la raybe fihi huden lil muttaqin deganning o'zi bir Alloh taolaniki ijmoliy holatda bizga bayon qilgan bir bayoni bo'lsa, uning tafsiloti allazina yu'minuna bil g'ayb va yuqimuna salata deb oxirgichilik ulaika ala huden min rabbihim va ulaikumul muflihun qo'yganchilik bu uning tafsiloti degan gap.
Bunu eğer muşunda tercüm kılmaya vaxtida bu ahir nima deb chiqib desa, namoz o'qigan, ro'za tutgan, nima, g'ayb ishongan, namoz o'qigan, zakot bergan, sana va senden ilgari payg'ambarlar tushirgan narsaga ishongan insonlar to'g'ri yo'lni ustida bo'lgan bo'ladi. U odam g'albi qilg'ich bo'ladi. degan bundaq bir ma'noda tarjim qilibdi. Ammo amaliyotga qarasak, bizningki insonlarimiz, Uyg'urlar misol, namoz o'qibdi. Vatanda biz bu vaqtda zodi asosan namoz o'qigan ham jiqqo. Namoz o'qiydi, ro'za tutdi misol, qudrat yetganlar haj qiladi, zakot berdi, lekin nijot topgan yeri bormi? Nijot topolmaslik. Nijot topolmay hozir Xitoy changizini qutlanmay mag'lub bo'lib hozir Uyg'urlar. Bu mag'lubiyat nereden keldi desa, bizniki tutgan yo'limizning to'g'ri bo'lmaganlikdan bo'ldi degan gap. Yani demek bu yerda nima desa, har ishni bu yerda namoz o'qish degandan bu yerda uch xil narsani bizga bayon qilib Alloh taolo namozni bayon qilishlik maqsad nima desa, ibodatga vakillik qildi namoz. Ibodat qilgan vaqtda, ya'ni ro'za, haj, namoz bu ibodat sohasiga yotadi. Bunda ibodat qilgan vaqtda ibodatni Alloh taolo Qur'oni Karimda qanday ko'rsatgan bo'lsa, shunday qilish. Shunday qilgan vaqtda u odam xatolikdan saqlana oladi degan gap. Va mimma razaqnahum yunfiqun deganimiz iqtisod. Iqtisodni o'zi ishlatgan, iqtisod tepish bundaq jarayonlarda Alloh taolo ko'rsatgan yo'l bo'yicha iqtisod topsa va Alloh taolo ko'rsatgan yo'l bo'yicha iqtisodni o'zi sarf qilsa, u odam to'g'ri yo'lda o'zi iqtisod topgan va iqtisodni sarf qilgan bo'ladi degan gap bo'ldi. Vellezine yu'minuna bima unzila ileyke ve ma unzila min qablik degandan iymonni bayon qilyapti Alloh taolo bu yerda. Ya'ni bu yerda ibodat, iqtisod, iymon. Mush uch mavzuning o'zida bo'lyapti. Iymon etgan vaqtidami, Allohning kitoblariga, Allohga, payg'ambarlarga, ferishtalarga iymon etgan vaqtida o'zidami, ishongan vaqtida boshqa bir kitoblarning o'zini aldığımız akıp durup işlenmezden Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala özünü kandak bayan kıldı. Melaikini kandak bayan kıldı. Özünün kitaplarını kandak bayan kıldı. Peygamberlerini kandak bayan kıldı. Şu Kur'an-ı Kerim'de bayan kılınan adette düşünüp onun özüne özleştirip aşındak işlengen vakitte o adam doğru işlengen oldu diyen oldu. Hazır Peygamber Aleyhisselam'daki gaplarını kısak bazı yerde Elki burunki beş batman mucizini onunla yüklep durup gapni qilmagan ekan, ba'zi odamlar bizniki payg'ambar alayhisalom hurmatsizlik qilgandek bundaq tushunayotgan insonlar bor. Bu hurmatsizlik emas. Biz Alloh taolo Qur'oni Karim payg'ambar alayhisalomni qanday tunishtirgan bo'lsa, shunday tunish orqali tushunish. Bu yerda masala bu. Sen fantaziya deganki sinko'ga o'xshash hammani nima qilgan bundaq bir xiyoliy bir payg'ambar emas. İnsanın içindeki bir insan adette onun bir vahiy kelgen bir insan katarda bunda Allah Teala onu adak düşen degen biz bu aşındak düşengenligimiz için bazı insanlar onu yaman belki çoğ bilip durup Xudoning açıp durup onun özüne mandak düşenmeden dep xapogan insanlar bu doğru emas bu. Bunun için peygamberlerin düşengen vaqtida Qur'oni Kerim o peygamberlerin qanday düşen degen bolsa biz onu şundak düşünüş arqılıq onun işiniz. Allah kitabını qandaq bizga tushundirgan bo'lsa, shu holat tushunish orqali onun işiniz. Allah o'zini Qur'oni Karimda qandaq tushundirgan bo'lsa, shu bo'yicha tushunish orqali Alloh ishinish bu o'zi tushunishdagi bir o'zi cho'ng bir masala degan gap. Ya'ni bu yerdagi masala nima degan vaqtida tushunishda Qur'oni Karimning sirti chiqib turib, hech qanday bir o'zi diniy sohadagi narsani tushunishga mumkin emas. Her qanday adam Qur'oni Karimga qaytgan vaqtida u tushunishmi o'ng'ay bo'ladi, qisqa yo'l bilan u masalani hal qila oladi. Agar u Qur'oni Karim qaytmagan vaqtida bir saqal o'rniki masalasini hal qila olmay, butun olimlar birlashib, biz mustahab degan, biz vojib degan, biz sunnat degan, biz muboh degan, biz odat degan masalani hal qila olmay, shuni birisi yomonlashib ketib qolgan gap. Qur'on qaytgandan keyin Qur'onda hamma narsa ochiq turadi. U vaqtda unda qiyinlashim bo'lmaydi. Misal. Şunun için
bu tushunishlikni oq ko'rinishi yana Alloh taolaning diniga hech qanday bir narsani qo'shmay turib, Alloh taolo o'zi tushundigan usulni tushunish bo'lib, bu Alloh taolaga to'liq itoat qilganlik qatorida hisoblanadigan gap. Yani bu şunda düşünsek, Allah Teala o'zi buyruqlarni Allah Teala bayon qilgan shaklda amal qilsak, uni amaliyotda ijro qilsak, u vaqtda biz to'g'ri yo'lda borgan bo'lamiz degan gap. Yana Sura Baqarniki 49-oyatida ve iz najjaynakum min ali firavuna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abnaakum ve yastahyun nisaakum ve fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Muş ayetning o'zi nima deydi desa, Bani İsrailga, yani Musa alayhissalomning qavmiga biz sizlarning o'zini Fir'avnniki odamlardan, Fir'avn va uniki odamlardan qutqazgan edik deydi. Nima qilyapti ular desa, yasumunakum su'al azab. Sizlarni nihoyatda qattiq azob bilan qattiq azobning o'zini te'tityapti sizlarga. Yani sizlarni qattiq azoblayotadi degan gapda. Qanday azoblayotadi desa, buning tafsiloti yuzabbihuna abnaakum va yastahyuna nisaakum. Yani sizlarniki o'g'il bolalaringizni o'ltirib, ayollaringizni qo'yib qo'yish orqali azoblayotadi. Hozir naq Xitoyning qilganiga o'xshash misol. Bu yerda sual azab deganing o'zi bir ijmoliy bir uqum, yani azoblayotadi. Yani qanday azoblayotgan bo'lg'aydi deb biz uning o'zini sal o'z bilmay qolamiz. Shu vaqt Alloh taolo buning o'zini bizga bayon qilib nima deydi desa, yuzabbihuna abnaakum va yastahyuna nisaakum. O'g'illarni o'tirib, qizlaringni o'zini ep qilib, mo'shundaq o'zi azoblayotadi degan gap. Yani demek bu yerdeki Kur'an-ı Kerim'ni tushunishda aşında tafsil bayon qilgan jumlalarning o'zini ayrim bir jumla qilib tarjim qilish bu cho'ng xatolik. Bo'lib misol bayqi Sura Baqardagi allazina yu'minuna bil g'ayb va yuqimuna salat degan bu jumlalarning o'zini ayrim bir jumla qilib men mush ishni qilganlar, g'ayb ishonganlar, namoz o'qiganlar, nafq qilganlar, Allohning tushirgan kitoblarga ishonganlar bu to'g'ri yo'lning ustida bo'lgan bo'ldi, ular najot topadi deb tarjim qilish bu to'g'ri tarjim bo'lmaydi degan gap. G'ayb ishongan vaqtimi Allohning kitobini yetakchi qilib turib, Allohning kitobida g'ayb ishini haqida qanday ma'lumotlar bor. Shu ma'lumotlar asoslanib turib ishongan vaqtida u to'g'ri ishongan bo'ladi. Namoz o'qigan vaqtimi Qur'oni Karimda qanday ko'rsatgan bo'lsa, shu bo'yicha namoz o'qisa, u to'g'ri o'qigan bo'ldi degan bo'ldi. Hozir bizdagi namoz o'qishni o'rgatgan kitoblar meni nima bir tal bor, hamda u yana birisi Istanbulda qaytdiki. Hidoya. Hozirgi musulmonniki nemasi dini mushu hamda. Bu Qur'on emas, Qur'ondagi o'zi namoz o'qish, ro'za tutish usullari emas. Bu bu hidoyat nima yozilgan bo'lsa, aşı narsaga o'zi amal qiliqliq, amal qilgandan keyin bu yerda nima desa, Qur'on to'g'ri kelmaydigan nurg'un narsa bor. To'g'ri keldigini bor albatta. Ammo kelmaydigan yerlarmi nurg'un yani. Nimishqa u kelmaydigan narsani biz musulmon turib biz qilib qoldik degan vaqtda biz Qur'on qarab, Qur'onni o'zimizga yetakchi qilib, Qur'oni Karimni tushunish usuli bo'yicha tushunmay, boshqa bir kitobni o'qib, ondan keyin tushunish metodini undan o'rganib, Qur'oni Karimda Alloh taolo bayon qilgan metodni qarib qo'yganligimiz uchun biz Qur'onni to'g'ri tushunolmagan, Qur'ondan lazzat ololmagan, yo'limizni uning uchun biz to'g'ri qilib mangolmagan degan gap. Qur'oni Karimdagi ikkinchi usuli bayon. Bayon deganning o'zi bir yerda bir nimaning o'zini bir maqsadni bayon qilgan bo'lsa, u maqsadni to'g'ri tushunolmagan bo'lsa, uni tushuntiradigan ikkinchi bir yana boshqa bir so'rlarda yoki boshqa bir parlarda deyli, shuning munosabatli oyatlar bor, shuni tepish orqali tushunish usuli yani.
Bununla hem de bununla Allah Teala bu vakte Sure Kıyamet'teki 19. ayette inne aleyna beyane deyiklik. Kur'an-ı Kerim'ni bayan kılış bizim üstümüzdeki vazife. Yani onunla falanı, mezhep, pustanı, rivayet ya pustanı alimnin göz kararları arkalık bayan kılışka bulmaydıgan. Fakat Allah Teala bayan kılan nesi arkalık düşünüş. Bu yerdeki en çok mesele neydi diye vakıda biz şu ayetini bayan kıldığın ayetin tepiş meselesi. Yani bir ayetini düşünemeye kaldık. Düşünemeye kaldığı vakıda şunun münasebetlik ayetinin özünü tepip düşünüş meselesi bizge şu geldiğimizdeki nesi şu. Biz şunu cahit tapqa vakıdla sen özümüzün mücmellerak tuyulup kalan ayetin özünü aşağı derhal düşünüp alımız deyince. Misal bunun hem de Sure Bekar'nınki 7. ayetinde Khatemallahu ala kulubihim ve ala semihim ve ala absarihim gışavetun ve lehum azabun azim. Yani bunun 5'i innellezine keferu sevaun aleyhim e'anzartahum em lem tunzirhum la yu'minun. Diye moşu özde işki ayet hem de. Ve işki ayetin özde kapırlar kandak yani kandak boğanda kapır boğanlığını Allah Teala bize bayan kılıyordu. Yani kandak insan ya kapır boludu ya vaxtda. Agahlandı olsan mı, agahlandı olmasan mı senin gibi kulak sanmaydıgan, senin gibi işenmeydigan bundak insanların özce kapır olurdu deydi Allah Teala. Böyle. Hem de Khatemallahu ala kulubihim ve ala semihim ve ala absarihim gışavetun ve lehum azabun azim deyen çöldüse Allah Teala ulanı ki tercümenin özünü müştak kılıqlık Allah Teala ulanı kalblerine kulaklarına peçet ösüp etken. Ya ki ulan peçetli etken. Peçetli etken degenden bak. İtip etken de ve ala absarihim ve közlerin üstünde perde var hep tercüm kılıqda ve ulağın ait katlık azap var. Yani bu yer şundak bir ners çıktı ki Allah Teala ulağındaki kulaklarını közlerini itip koyup ne mi kulaklarını kalplerini itip koyup közlerine perdelep koyup akıllı sen iman etmeden de onun özünü azaplaş. Okşaş bundak bir mana çıktı. Bu Allah Teala'nın adaletsizlik yapırdığı bir hukum çıktı hem de aşına özünde. Aslında bu neyme dese Khatemallahu ala kulubihim ve ala semihim ve ala absarihim diyenin özü peçet besvet, peçet bas diyen neyme dese mesela hazırlık vaktinin özünde bir adam ya bir yer işleyen bir memur uğrunda işleyen bir adam bir hüccetini yazgan bolsa hüccetinin kuşku egi oluş için kadar kılıdı? Mühür basılı, tamga. Mühür basılı. Yani bu yerdeki neyse neyim o dese bu yerde bir özü Allah Teala bir hüküm çıkagallık, karar çıkagallıktan ibaret bunda bir neyse de vardı da. Yani hüküm çıkardı Allah Teala neyimi geldiyse ulanın kalbide, kulaklarda ve közlerde perde varlığı. Ve bu muş insanlara nait katlık azapının bolduğanlığa, yani çok azapının bolduğanlığa Allah Teala hüküm kıldı diyen gel. Oldu değil yani bu şimdi agahlandırsan mı işenmeydiğin muş adamlarını ki kalbide, kulaklarda ve közlerde perde bağlığa ve aşı adamlara nait çok bir azapının bolduğanlığa Allah Teala peçete ösüvetti. Yani hüküm çıkarıvetti diyen gep oldu. Yani bunu sen ne için bu da istediği vaxtda bu yerde agahlandırsan mı, agahlandırsan ula iman yaptırmaya diyenin özü bula sen delini kösetsen mi kömezse oldu. Anlatsan mı ço? Anlamazsa oldu. Bildirsen mi ço? Bilmezse oldu. Ne mi ya ki? Bunu ki nimede kalbide, kulaklarda, közlerde nime dese anlamaz seviliş, kömez seviliş, bilmez seviliş perdesi var diyen gep oldu bu. Ha perde aşağıma dalalet kılan gep. Bu ayetin özünde biz kandak nime için bunda düşünümüz diye vaxtda Sure Araf'daki 179. ayette ve lekad zara'na li cehenneme kesiren minel cinni vel insi lehum kulubun la yefkahune biha ve lehum a'yunun la yubsirune biha ve lehum azanun la yesma'une biha. Ulaike kelanam belhum ezal.
deydi Allah Teala. Biz cehennemni cin ve insandan bo'lgan nurg'un odamlarga to'shqizimiz. O adamlar qanday odamlar desa, o odamlar qalbinlar turib, aqli turib, la yaqahuna biha. Bir narsaning o'zini tafakkur qilmaydigan. Uni to'g'ri xato olgancha tafakkur qilmaydigan insonlar. Va ko'zlar turib, ko'maydigan insonlar, ya'ni ko'zlar turib, ko'rdi amaliyotda, ammo ko'masdan olgan. Hozir bu ashlar. Vatanda zodi buyumuzda eşip ketdi bu zulüm. Şunçalik zulüm buluvatsa, aşının özüne bilip durup bilmek isteyen algan, körüp durup kömek isteyen algan, anlap durup anlamak isteyen algan insanlar var mesela. Allah Teala bunu devat edemdi. Muşunda körüp durup kömek isteyen algan, ulanı közler turukluğunu kömek isteyen algan, kulakları turukluğunu anlamak isteyen algan, kalpleri turukluğunu yani aklı turukluğunu onu bilmek isteyen algan, muşundak insanlar. Muşundak insanlar olan biz ne kılmayız? Cehennem toşkuzumuz deydi Allah Teala. Cehennem kirdi muştaq adam deydi. Ulay kel en'am. Çünkü bu insanlar hayvanga okşaş belhum ezel. Belki hayvandan beter insanlar bular. Deydi Allah Teala. Demek bu yerde Khatemallahu ala kulubihim ve ala semihim ve ala absarihim degan bu ayetin özüne tushuntirgan ben bir talla ayetni keltirdim bu yerde. Bu şunga okşaş nurg'un ayetlar var. Yani nurg'un joyda bor. Yani bir adam Türkiye'de bor, shunday bir gaplar. Misol, yosh bolalar avtobusga chiqib o'tirdi. O'tirgan vaqtida 60-70 yoshli boy momayil chiqqan ekan, o ma urun bermasam eflab qolmasin deb, alqi uxlagan numarni qildirdi. Uxlagan bo'ldi. Ashunday bor-ku. Türkiye televizorsiz so'zlaydi uni. Bunda adamlar her yerde var mesela. Muşaydım var. Aşu çoğunlar kirse benim emdim aşu urun be yani yakomaydı ben urun beğensem bombaydı. Bunun için ben uxlugan bulu olay. Uxlumaklık ama uxlugan bulu oladı de. Bunun məqsədi anın urun beğenmeslik için. Xudu şunun okşaşı devadı de ben Allah Teala. Kalbi turup yani aklı turup bir nərsige ne tefekkür qılmagan. Köz turup onu kömək sevagan. Kuluğu turup anlamak sevagan mundaq adamlarning özünü summum, bukmun, umyun deb bundaq deymiz deydi Allah Teala Kur'an'da. Bizdeki adetimizden var bundaq sözler. Bir adamga vaqırsak, gepimizni anlamasa, kuluğun anlamamısın deymiz go. Ya komayda gap qilmay jimmi olsa gaçımısan deymiz go. Bu hem milletning arasında aşındaq sözler var. Ameliyat o gaç emas, ameliyat o kuluğu anlamaydigan insan emas, ama anlamas sevagan ya sözlemez bulvagan aşağının özde, muşundaq insanların özüge Allah Teala devatkan sözler diyen gibi. Yani Sure Hec'niki 46. ayetinde Efelem yasiru fil ardı fetekune lehum kulubun yaqilune biha ev azanun yesma'une biha فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. Bu ayetme Allah Teala dedi ki, ular ziminde menip kömüdü mü? Ularda özü akıl bağı, kulak bağı anlaydıgan deydi de, işleydigan akıl, anlaydigan kulak bağı deydi. Kulak turukluğun, işleydigan akıl turukluğun ziminde manda menip kömüdü mü? Halak bo'lgan insonlarniki nima sababdan halak bo'lgan, o halak bo'lgan xarobliklarni ko'rdiganga bundaq men ko'rmadim deydi Allah Teala. Fa innaha la ta'mal absaru. Bu yer Allah Teala deydi ki, ko'zda nima ko'maydigan bo'lib qolmaydi. Unda qarasa insonlar ko'zi ko'rib turdi. Lekin bu yerki masala nima desa, Walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Lekin aql ko'maydi. Aql ko'zi. O her narsa qarg'a vaqtda, unda qarg'a vaqtimizda bir narsaning o'ziga aqlimizni ishlatib turib, uning o'zi, uning mohiyatini tushunish maqsadi qarimga vaqtning o'zida, o qarimgandek bo'lgan gap bu. Misol.
Çünkü Allah Teala bu yer dedi ki her neyse karga vaxtında hiç olmaz bir katım aşınğa rahuruz kalını işirtip Allah Teala'nın kudretini düşünüş için kalını işirtip durup, aklını işirtip durup qaraşının özünü bizge tövsiye kıldı. Eğer açta qarımğa vaxtında ne mi dese onunki kalbi kor adamlar diyen oldu. Yani bu yerde muşu hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim gışavet diyen muş ayetinin özüne muşu nek meydanın özde nek aşı cümlenin özde biz doğru düşünemey kalgan takdirdi mi? Yani Allah Teala insanın kalbine nurgun adamla açtık düşündüğün hazır vaxtda. Allah Teala insanın kalbini peçet etdi. Allah Teala o insanın kalbini peçet etken insan okşaydı. Deydiğen gözünü kömez kılıp koygan, aklını işlemez kılıp koygan insan okşaydı. Deydiğen ancak göz karıştı var. Allah Teala hiçbir insanın kalbini yani aklını işlemez kılıp koygan, gözünü kömez kılıp koygan, kulluğunu anlamaz kılıp koygan bir nersi yok. Zaten normal körgalı insanlı olsa, anlaygalı insanlı olsa onun özü kördü. Yani bu yerki nersi ne olsa kömez buluvagan, anlamaz buluvagan, kallısını işletmez buluvagan. Mundak insanların özünü Allah Teala summun bukmun umyun der. Mundak bayan kallığını düşünüp alsak boldu diyen gep. Yani Allah Teala ki mana şu yukarı ayetinin özünü tövendeki mana şu iki ayet ayeti uçuk bayan kılıdı. Yani bunun okşaş nurgun ayetler var Kur'an'da. Yeni bir ayetinin özüne misal kılay. Bu Sure Nisa'nınki 34. ayetinde Er-ricalu kavvamun alen nisa'i bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd ve bima anfaqu min amwalihim fes-salihatu qanitatun hafizatun lil gayb bima hafizallah vellati takhafun nushuzahunna fa'izuhunna vehcuruhunna fil mezaci vedribuhunna fe in ata'nakum fela tabghu aleyhim sabila innallaha kana alimen kebira aliyen kebira. Muş ayetin özde vellati tehafuna nushuzahunna. Yani ayallarınki köngülsüz olup kalıştı qoqsanlar, ularga sizlar fa'izuhunna. Chiroyli nasihat qilinglar, vahjuruhunna. Ularni yatag'ida qo'yib qo'yib, o'yinni o'ylashga fursat berish uchun yatag'ida qo'yib qo'yinglar. Bilmadoji. Vadribuhunna deganning o'zini nur qo'yadi, urongli deb tarjima qiliqliq. Ba'zi yerda urong deganning o'zi sal ayib bo'ldi deb, sal boshroq uronglar deb tarjima qilib qo'ygan yerim bor, misol. Ama urushning o'zini Alloh taolo qanday yerda belgilagan degan vaqtda zina qilgan er ayollarga jazo sifatida urushning o'zini yana normal azat er ayollar olsa onun o'zini 100 qamchi urush, qul olsa 50 qamchi urush, payg'ambarniki ayollar olsa 200 qamchi urushga o'xshash, mana shunday o'zi jazoni o'zini bayon qilgan. Bu bir jazo. Ama bu yerdeki vedribuhunna dese, vedribuhunna'nın özü bu yerde uruş deb tercüm kılış bu hata degan. Bunun özünü biz nima uchun hata deymiz vedribuhunna'nın özünü degan vaqtda bu zaraba degan kelimenin özünü nurgun adamni uruş deb tercüm qildi. Zaraba deganda nurgun o'zi jumlaniki o'zini kelgan jumlaniki mazmuniga asosan o'zgarib turdi misol. Vedrib lehum meselen ashabel qariye degan vaqtda şu bir ma'niki egillerini misol urunglar degan ma'no chiqmaydi deydi. Misol keltiringlar ularga degan gap chiqdi. Yoki ashabul qariyat haqida misol keltiring degan gap chiqdi. Tamam. Aşağı qo'shib nurg'un oyatlar var. Bunun o'zini Alloh taolo bayon qilib Sura Ahzobniki 28-29 ayette nima deydi desa Ya eyyuhan nabiyyu qul li azwajika in kunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila ve in kunna turidna Allaha ve rasulahu ve ad-dar al-ahirete fe inna Allaha a'adda lil muhsanati minkunna ecran azima degan bu oyatni bayon qiladi. Ey payg'ambar, sen ayollarga degan eğer o ayollar hayatı dünya hayatının özüne irad kısa,
dünya hayatına onun zinetinin özüne irade kılsa peta'aleyne ular kilonlar ümmette yakunne sizlerge men beriştik işli näsli berey ve usarrih kunne sarahan cemila ve sizler çıraylık ajrışıp keteydi ular ayallarınga. Yani Peygamber Aleyhisselam'daki ayallar arasında bir özü kişkine şundak bir Umutsuzluk. Umutsuzluk olup kalgan. Şu umutsuzluğun özüne bir taraf kılış için Peygamber Aleyhisselam hem de o rivayetinde bazı rivayetinde bir hafta başka öyle yatkan, bazı rivayetinde 2 hafta, bazı rivayetinde bir ay geçirdik diyen aynı rivayetler var. Şunu olan Allah Teala Peygamber Aleyhisselam bu ayetini düşürüp sizler dünya hayatına onunki güzelliğini irade kılsanlar ben sizlerge beriştik işlik näsini berey yani kolumda bağ näsilden berey andaki sizler ajrışıp ketey. Ve eğer sizler Allah'ın Resulünü ve kıyamet gününün ahiretinin özüne darul ahiret yani ahiretini irade kılsanlar fe innallâhe a'adde lil muhsinâti minkunne ecren azîmâ. Allah Teala yaxşı ayollar için katta ecrinin özüne tayyorlab koydu deb moşun dedikde Allah Teala Peygamber Aleyhisselam'a. Bu nima degan bo'ldi desa bu ayollar başka ayollarni o'zi Peygamber nima bizga o'xshashni qilmaylik, yaxshi kiyinib, yaxshi yeb ichib, mundaq yurdiki, ko'p degandek gaplar bo'lgan shu vaqtning o'zida. Deganlik uchun Peygamber Aleyhisselam bu yer etrafında nurgun pekir insanlar var. Öyde o bir narsani beselep, oturup padişahlığa o'xshash. Undaq qilishni Peygamber Aleyhisselam xalimganligi uchun öydeki narsani o'zine ehtiyojli odamlarga berib turgandan keyin öyde undaq eshitib turgan narsalar bo'lmagan. Bo'lmagandan keyin o ayollar sabr qilmay Peygamber Aleyhisselam shundaq o'zi bir xapılıqlarni kelgandan keyin Peygamber Aleyhisselam öyni arib boshqa hujurning o'zida yetib turgandan keyin Allah Teala bu ayetni tushirgan. Tushirgandan keyin andaq bo'lsa hayotı dunyoning uniki go'zalligini sizlar chiroyli kiyinib yashashning o'zini maqsad qilgan bo'lsanglar sizlarga men bir narsa beray bo'ldi chiroyli ajrashib ketaydi. Agar sizlar Allah'ning payg'ambari va qiyomatni o'ylasanglar u vaqtda sizlar bundaq Allah'ning payg'ambari va qiyomat o'ylarga yaxshi ayollarga Allah katta ajr berdi deb mushunda qashiga o'tirdi-ki ayollar degan gap. Ayollar shu eng nima chiqqan vaqtda toza shu tarsal qilib biyek baga vaqtda undaq ajrashib ketadi degan vaqtda biroz besildi emasmi? Allah Taolo buning o'zini devordi. Ondan bu yerdagi narsa nima desa turindal hayotda dunyo vazinataha deganning o'zi bu ayollarning kamchiligi degan gap. Sen bizga pul vermedin, bizmi ep andaq o'z go'zal narsalarni ep kaysak bo'ldigan gap bizga payg'ambarning ayollari bo'lgandan keyin o başka ayollarning mundaq farqli o'zi chiroyli kiyinib yurishimiz kerak bizmi deydigan gaplar bo'lgandan keyin Peygamber Aleyhisselam qo'lda undaq narsa bo'lmagandan keyin o Peygamber Aleyhisselam bir zulmdek bir narsa bo'lib qolganda endi o Peygamber Aleyhisselamga Allah Taala men mushlarning o'zini mush so'zdan eyibla ayollarning o'zini. Sizlar dunyoga nima qilatamsizlar, berilatamsizlar hozir? Chiroyli kiyinib yursanglar bo'landimi? Biz insanlar qandaq o'zi biz ne qilamiz? İnsanlarni to'g'ri yo'lga yetaklaymiz. Siz Allah'ın peygamberini ahiretini oylamamsızlar sizlar. Dep ularning o'zini eyiplab tanqidlagandan keyin adaki ular bo'ldi biz shu oyatning nemisida bor. Biz Allah'ın peygamberini ahiretini irade qilamiz biz. Tanladik. Bo'ldi bu nimadan voz kechdik biz seni qiynab qo'ydik deb u yerda o'zi voz kechishlik o Peygamber Aleyhisselamning ayollari. Bo'ldi nimadan. Demek ki bu yerdeki narsa nima desa vadribuhunna degan shu kelimaniki maqsadi o ayollarni shu o'tkazgan kamchilik bilan tanqidlanglar degan gap. Eyiblang degan gap. Masalan, uyda bo'ladi-ku bunday ishlar. Andaq qildim, voy andaq deb bekaratni o'qib ketgan vaqt sen qilmaganmiding shuni o'zini? Sen mandaq xatolik o'tkazdim-ku. Deb o'zini xatoligini o'ziga sep, andakin o'zi kelishib oldigan gap. Aşındaq qılan deyip, ama bunu o'zi verip, gipanglik kirmese so'rava chiqib urib, bunda qilsanglar bo'lmaydi degan gapning o'zi bu. Xudoqaqning o'zi nasihat qilib, o gap kirmagan vaqtda so'rava chiqib urdigan bunda qoida Qur'oni Karimda yo'q. Faqat zina qilsa, o vaqtda urdigan urush jazosi sifatida bu urush bor, bo'lmasa undaq nima
Undaq hukuk hech qandaq bir insonga berilgan emas. Şu yuqorqi oyatning o'zimi Fassalihatu qanitatun deganning o'zimi salihat deganning o'zi oila qurishga salohiyatli ayollar degan gap. Ya'ni oila qurish salohiyatli ayol degani oila tuzumini biladigan, oiladagi butun haq-huquqlarga hurmat qila oladigan, misol er biyakkasi o'zidan boshlab butun oilalik narsalarni saqlab tura oladigan bundaq ayollarning o'zi bu oila qurishga salohiyatli ayollar bo'lgan bo'ladi. Bundaq ayollar biroz shu ko'ngli boshqa narsa ayndaq qilgan vaqtda, qiynab qo'ygan vaqtda erkakning o'zini u vaqtda ayollarniki bir qism kamchiliklari, xatoliklarni yuzaga serish orqali o ayollarni ayıplab, onundan keyin öy tutib qilishinglar bo'ladi. Ayıplagandan keyin gunoh meningdan baqiya bo'ldi deb joyiga tushirgan gap. Degan bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi vadribuhunna degan kelimaning o'zini urunglar deb tarjim qilish xato degan gap. Eyibini yuziga selanglar degan ma'nodagi so'z bu. Yani ma ikkinchi oyatniki mazmunga asosan yoki o'may xatoligini yuziga selanglar degan bunda tarjim qilish kerak. Demakki bu yerda bayon qilish deganning o'zi mana shunday bo'ldi. Bir oyatda yana mana shu sura Niso'niki 34-oyatda mana shu vadribuhunna degan mush kelimaning o'zini biz tushunamay qolgandik. Alloh taolo buning o'zini sura Ahzobniki 28-29-oyatida bayon qilib bizga tushuntiriblik. Demak, Qur'oni Karimni biz tushunish uchun o Qur'oni Karimning sirtida boshqa bir kitoblarni izlashga hech qanday hojat yo'q. Qur'oni Karimda tafsil bilimi desek, her oyatniki, her bir o'zi ijmoliy bayon qilingan oyatniki oxirida tafsil bayon qilingan o tafsiloti bor va ba'zi yerda biroz tushunmagan yer bo'lsa, uni bayon qilingan boshqa sura yoki boshqa parolning o'zida ashuni ochadigan oyatlar var, shu orqali uning o'zini geçip tushunishga bo'ladi degan gap. Bu agar Arabchani masalan bizniki shu ulamolar birligi nurg'un yaxshi o'qigan olimlarimiz bor. Ashlarning o'zi shu ishga kirishsa, butun masalani Qur'on orqali hal qila oladi. Buning o'zida hech qanday boshqa bir kitoblarga faloni mazhab andabdi, pustona olim mandaq tavil qilibdi deb haqin tavilga bizning ehtiyojimiz yo'q. Mana Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilgan tushunish, tushuntirish metodi mana shu ikki xil bo'ladi. Bu ikki xil metod orqali insonlarga uni tushuntirsak, har qanday bir insonniki kallasini o'tadi. U amaliyat uyg'un tushuntirilgan. Chunki Qur'oni Karimda va bil haqqi anzalallahu va bil haqqi nazal degan oyat bor. Qur'oni Karimni amaliyatdagi voqelikni hal qilish uchun tushundik. Bu Qur'oni Karimmi amaliyatga nima uyg'un keladi deylik. Eğer ameliyat uygun kelmeydiğin halet tercüm kılıngan olsa, o yerde tercümedeki hatalık olur. Kur'an'daki hatalık emas. Bunu bunda bilvelişimiz lazım. Hem de ahırda yani iki meselesi toxtulay. Peygamberler qanday tushuntirgan? Degan vaqtda peygamberler bizniki dinda yaxshi o'qigan do'stlarimizmi bir qism yerini to'g'ri demakchi. Buning uchun ularga bir xitob bo'lib qolsin. Sur Nahlniki 44-oyatida bil bayinati va biz zubur ve enzelna ileyke zikre litubeyyine linnâsi ma unzile ileyhim ve leallehum yetefekkerun degan oyat bor hamda. Nurg'un o'zi bayonlarning o'zini tushundik, Zuburni tushundik va sana zikri, ya'ni Qur'oni Karim tushundik. Bu Qur'oni Karimni sen kishilarga bayon qilishing uchun tushundik deydi Alloh taolo. Ma'uzla ilayhim. Bu insonlarga nima tushirildi, shuning o'zini sen insonlarga bayon qilishing uchun biz uning o'zini tushundik. Va la'allahum yatafakkarun. Ularni uni tafakkur qilishi lozim deydi. Bu yerda İnsanlara sen bayan qilish uchun bu Qur'on tushundik desa, payg'ambar o'zi o'ngchi boshqa bayon qilgan.
Kur'an'da bir ayet olsa peygamber bunda oturup bunda ayetin mezmunu bunda degan bo'lishi mumkin degan o'xshash. Bunda o'z bayon qilgan peygamberga bayon qilish huquqi berilgan deb bunda tushunib qilishdi. Bu bir to'g'ri tushuncha emas. Bunun Allah Teala Kur'an-ı Kerim diyen nimde edilsin Sure Ali İmran'daki 187. ayetinde ve iz ehazallahu misaqallezine utul kitabe litubeyyinehu linnas ve la tektub linnasi ve la tektumunehu fenebezuhu vera'a zuhurihim ve işterev bihi semenen kaliden febi'se ma yeşterun diyen ayetin özünde litubeyyinehu linnas şu peygamberlerge buruk peygamberlerge mi insanlarga o düşügen kitabının özünü bayan kılış için düşendiriş için düşügenligini bunu kandak bayan kıl diye vakta valla tektumunehu bunu ki izahatmaydı ba bu yerdeki bayan neyme dese Allah Teala'nın ki Kur'an-ı Kerim'de bayan kılan neslinin bir kısmının özünü insanlar yetkizip bir kısmının çoğu düşürüp kalır. Ve kanmasdan hemen toluk yetkizip ölen düşendirişine özüne Allah Teala bizge andak bayan kılıvadı. Peygamberlerge buyurulgan buyruk bu. Yani bu yerde bir tal ayet tutuverip lekin bu yerde peygamberge o özü onçu başka düşendiriş hukuku berilgen. Bu vakti Allah Teala nime için inne aleyna beyan edeydi vakti bu Kur'an-ı Kerim'de düşendiriş bizdeki üstümüzdeki vazife dep nime için bu da deydi. Demek ki bu andak özü nimede buluş bu hata deyen gep. Kur'an-ı Kerim'deki mezmun doğru gelmeydi deyen gep. Eğer özü peygamber öz onçu vaxt düşendirgen vaxtda kandak oladı peygamberniki tefekkürü Allah'ın dini ardışıp kalıdı deyen gep. Hem de hazır peygamberler yok. Peygamber bulmagan dekin alimler onun özüne tefekkür kılışı doğru geldi. O vaxtda dini neyim ardışıdı? Alimlerin tefekkürü ardışıp kalıgan gep. Alimlerin mı tefekkürü ardışıp kalıştın Allah Teala saklaş için peygamberler insandaki onda şeyt kavakta hiç kandak bir insandaki fikri, tefekkürleri Kur'an-ı Kerim'e ardışıp kalmaslığı için Allah Teala neyim kandıysa öz tefsili bayan kılan ve özü bu bayan kılış hukukunu özü üstüge akan. Yani insanlara beğenmegen bunu. Zaten peygamberin beğenmegen bunu. Diyen gibi. Bunun kartayın peygamber Allah Teala düşügen kitaptan başka hiç kandak neresini yetkizmegen mi diye vakti elbette yetkizmegen. Yetkizmegenlik karta Sure Ali İmran'daki 79. ayette ma kana li beşerin eyyutiyahullahu kitabe vel hukme ve nubuvvete sümme yekule linnâsi kûnû ibâdelli min dunillahi velakin kûnû rebbaniyyine bima kuntum tuallimunel kitabe ve bima kuntum tedrusun. Bu ayetin özünde dese Allah Teala kitapını, hikmetini, peygamberliğini belgen, nebilikini belgen bir kişi insanlara bana itaat kılanlar, Allah'a itaat kılmayın, bana itaat kılanlar dep bakkanı yok deydi Allah Teala. Değil mi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bana dep bakmıyor deydi. Hiç kadar bir peygamber, tarihte ötken peygamberlerinki hiçbiri bunda dep bakmadı. Ne dedi o vakıda dese velakin kunu Rabbaniyyine bima kuntum tuallimunel kitabe ve bima kuntum tedrusun. Allah'ın kitabını öğrengen Allah ve onun ders ağınanlık karta, onun öz ağan özü ağan aş dersanlık karta Rabbaniyyin olanlar. Yani Tevratçı olanlar. Yani Allah yani Huda koyu olanlar. Allah Teala'ga itaat kıldıgan. Mındak bulanlar deydi. Bu yer neyme diye vakıda hiçbir insanın özü hiçbir peygamber bana itaat kılanlar. Yani öz Allah'ın taşlap koyup bana itaat kılanlar dep bakmağanlığını. Allah o peygamber öz onçu başka bir yol sizip andekin o yol karta ma yol meni yolum bana itaat kılanlar dep bakmağanlığını. Yani Kur'an-ı Kerim'de bana itaat kılanlar Allah'a itaat kılan bolasız der. O neyken bolduysa bana itaat kılan Allah'a itaat kılan bolasız der diyen sözünün özü o peygamber neyme itaat kılan şu vakıda Allah'ın kitabıga. Allah'ın kitabıga itaat kılan kişiye itaat kılanlık Allah'ın kitabıga itaat kılanlık oldu diyen gibi. Allah'ın kitabıga itaat kılış
Allah'a itaat qilgan bo'ldi degan bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi masala biz bu itoat qilish haqidami, payg'ambarga itoat qilish bor deb lekin u yerda Qur'oni Karimdagi payg'ambarga itoat qilish haqidagi butun oyatlarni bir yerga to'plab, uni bir to'g'ri bir xulosani olmay turib, andagi kallamizga kelgan bo'yicha bir tal oyatda ya bir oyatning yarmiga bir ikki tal jumlaga o'z tayinlanib, bunda xato bir narsani chiqarib olishimiz bu to'g'ri narsa emas. Shuning uchun biz hozirgi bizniki o'zimizniki olimlarga kelgan vaqtida qanday qilishimiz kerak? Payg'ambarlar ashta qilibdi. Payg'ambarlar yuqorqidek hech qachon o'zi menga itoat qilin deb baxmabdi. Payg'ambarlar Alloh taolo bayon qilgan narsa, bayon qilgan shakl, bayon qilgan narsani insonlarga yetkazdi faqatla. Hozirgi Uyg'urlarniki yana olimlar qanday qilish kerak degan vaqtda Uyg'ur olimlarimi Qur'oni Karimni tushunish va tushuntirish kelgan vaqtda Qur'oni Karimdagi o'zining ichidagi bir oyatni yana bir oyat bilan tushunish, tafsil bayon qilish kelgan vaqtda Qur'oni Karimning oldidagi jumlaning o'zini oxir tafsil bayon qilgan shaklining o'zini aniq bilish lozim. Agar oxirdagi tafsilotning o'zini ayrim jumla qilib tarjima qilgan vaqtda u ma'no tamoman buzilib ketadi. Hozir shu tarjima qilingan Qur'onlik tarjima Qur'onlarniki asosan hammasi desam bo'ldi, mushtaq tarjima qiliqliq. Shu aşağılıqı ayrim cümle qilib tarjima qiliqliq. Uning uchun u yerda biz namoz o'qisak, ro'za tutsak va zakot bersak biz nijot topadi ekanmiz deylik va u insonlar bu dunyoda azroq bir nijotlikka erishamadik. Qiyomat kunining nijoti ayib qolib qolsin. Biz bu nijotga erishish uchun qanday qildik ekanmiz degan vaqtda ashunda qilgan odamni, ya'ni Alloh taoloning buyrug'ini ijro qilaman deydigan insonlar Qur'oni Karimga qarab, Qur'oni Karimda Alloh taolo u buyruqni bizga qanday tushuntirgan bo'lsa, ashunda tushunib, shu bo'yicha ijro qilgan vaqtda to'g'ri ijro qilgan bo'ladi degan bo'ldi. Shuning uchun hurmatli qarindoshlar, ya'ni bo'libmi diniy sohada o'qiganlar, shu Allohning dinini yetkazgan vaqtida bu o'zimizning shaxsiy din emas. Qiyomat kuni uniki nihoyatda o'zi mas'uliyat og'ir bo'ladi. Buni o'zi diqqat qilishimiz lozim. Qur'onni tushunish usulini o'zini yaxshi bilishimiz lozim. Usul tafsir deb usul tafsirini o'qishmay, Qur'oni Karimdagi shu Alloh taolo bayon qilgan, bizga o'zi o'rgatgan shu usullarni o'qisak, nihoyat tezla o'zi bilib olamiz. Shu usul bo'yicha Qur'oni Karimni o'qitsak, butun Qur'oni Karimdagi diniy sohadagi butun masalalarning o'zini Qur'on orqali hal qila olamiz. Bir-birimizni tillab yurishning hech hojati yo'q. Shuning bilan bugungi nemimiz hamda mushagichi bo'lsin. Kelar qatim Xudoyim bo'lsa hamda Qur'oni Karimga masalani tatbiqlash sohasida bir to'xtalamiz deb o'ylayapmiz inshaalloh. Dunyoning aqas joyida Alloh taoloning shu vaqt xayrli bo'lsin. Rahmat, nihoyat yaxshi. Hamda sualni men ko'ramadim. Bu bir sual so'rabdikim bayatim shu namoz bobidichu. Qur'oni Karimga namozni ayrı to'xtalamiz o'yna keyin, shundaqmi? Albatta. Shu vaqtda ko'rib olsak bo'ldi. Hamdaligi namozning sunnat va farzdir debdi. Shu Qur'oni Karimda hatta hamdaligi o'zi olim degan odamlar necha ming yillar o'xshash bir gapni qilib yurdi. Yani Qur'oni Karimda namozning vaqtlari yo'q, namozninki soni yo'q degandek bunda bema'ni batnomlarni Qur'onga chiqaradi, deymi shu? Shuni haqiqatda gangirab so'rgan savol, lekin uning vaqti yo'q emas bor. Uni biz keyingi soatlarda tafsili to'xtalamiz. Maxsus bir nima qilib to'xtalamiz unda. İnşallah. Tamam. Hemmesi var. Vaktimiz var, rekat sanımı var, kandak okunuş usulünü tartıp var. Tamam. Allah razı olsun. Bugünkü nememiz Kur'an'ı düşünüş metodu özürlükü bizge düşündürüp koygan naydı. Anda bu biraz bugün uzun bulup ketdi, şundan olsun mu? Yığınçaklap ahırda iki yığız cümle bilen kandak düşündürüp birler. İki yığız gap bilen zor.
Bilgili bulamdı. Bilgili boldu. Qur'on-i Karimni tushundirish metodi Qur'on-i Karimda ikki xil usul bilan bayon qilingan. Buni yuqorida deb o'tdim, ammo uni yig'incha qilsak, birisi tafsil bayon qilish. Tafsil bayon qilish degan bayman sura Baqarani deb o'tgandek, misol Zalikal kitabul arayba fihi hudan lil muttaqin degan vaqtda hudan ashu mushu jumlaning o'zini allazina yu'minuna bil g'ayb deganning o'zini ayrim jumla qilib tarjim qilmasdan, ya'ni deb ashu ilqi uniki izohat qatorida tarjim qilgan vaqtda uniki tafsiloti bo'lib chiqadi. Ya'ni tafsiloti bo'lgan vaqtda bu yerda bir jumlaning oxirsida uni tafsiloti keldi zodi. Buni boshqa yerda izlab yurish hech qanday hojat yo'q. Bu bir xil bir Qur'on-i Karimda tafsil tushuntirishning bir nemasi. Ikkinchisi bayon deydi. Bayon degan nima degan vaqtda bir yerda bir oyatning o'zini yoki bir qancha oyatni biz tushunmay qoldik yoki bir jumlani tushunmay qoldik. Shu vaqtda shu jumlaga yoki shu oyatga munosabatli boshqa yer oyatlar bor. Shuning munosabatli oyatni tepib kelgan vaqtda uning o'zini aniq tushuna olmaymiz degan gap. Yani mushu usulni biz o vaqtda bizniki Qur'on-i Karim tushunish usulimiz hech bir zaman o'zi tushunish nimamiz unda qiyin bo'lmaydi. Chunki Qur'on tushunish o'ng'ay aslida. Ammo biz qiyin qilayotgan narsani boya ko'rsatdim. Mush Qur'onchilik 8-10 poj kelgan kitobni Qur'on tushunishni o'qigandan keyin u odam faqat tushunmaydigan holat kelgan vaqtda ham biz tushundik bo'ldi deydi endi. Tamam. Tamam, Nail işini çıkartalım da inşallah. İzlensek Allah bizge bu hikmetli kitapla başka şu düşünüş usulunu bizge asırlaştırıp birdikin. Allah razı olsun, rahmetinden olsa kaderli kişi görünmen kıyırındaşlar. Bugünkü Kur'an'ı düşünüş metodu düşüncelik inşallah kiler saatte de Kur'an'ı tatbiklaş hayat kışı. Doğrusu ustazdığıyla tümşeyimiz derslerine. Rahmet sevgi, Allah razı olsun. Allah'a emanet. Hoş, Allah'a emanet. Keyinki saat dersimiz görüşürken aman bulunla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.